hech qanaqa to'y. Oh. Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan? Voy. Opa. Ha? Zotpas oilangdan singlingni olmoqchi bo'lganimga xursand bo'lgin. Agar eshitib olik keling, to'yni to'xtatsang shunaqangi qarg'ayman. Amma Bolangni ham tug'olmaysan. Bu nima deganingiz? Bo'ldi qiling opa, bu nima Qoch. deganingiz? Sen umuman ovozingni o'chir. Seni boqib katta qilganimga shumi karomating? Meni yonimda olishni o'rniga keliningga ham bir og'iz gapira olmayapsan. Xotin quli. Opa. Opajon, 2 yil orasida turgan kelinimni bunaqa qarg'amang. Ya? Ha? Tiling chiqib qoldimi? Ha? Ukajonim, mana sevimli xotining Rossiyada ishlab yurgan payting senga xiyonat qilgan. Yo'q. Yo'q. Bu qanaqa gap bo'ldi? Nimalar deyapsiz? Ha? Opa, bu nima deganingiz? Yolg'onmi? Mashinada kursdoshingni kim bilan bo'lsa ham qo'lishib turganing esingdan chiqdimi? amma Nima amma? indamagan sari haddingizni oshmang. Onamga tuhmat qilishga haqqingiz yo'q. Kursdoshi bilan qo'l berib xayrlashsa, xiyonat qilgan bo'ladimi? E'tiboringiz uchun o'sha mashinada men ham bor edim. Xudo haqqi dadasi. Sizga hattoki xayolimda ham xiyonat qilmaganman. Qilgansan, tan ol. Bo'ldi qiling. Iltimos opa, uyimdan chiqib keting. Nima? Shunaqami? Yaxshi. Men chiqib ketaman. Unda hammang eshitib ol. Agar to'yni to'xtatsalaring, bu uyda hech qachon chaqaloq ovozi eshitilmasin. Amin. Allohu akbar. Bu nima Nima deganingiz? deyapsiz opa? Bu nima deganingiz? Voy kelinim. Nima bo'ldi senga? Keling. Bo'ldi, Onasi. bo'ldi. Uy O'zing bor. bosing. Kel, mana bu Bu yerga yoqqa Qarang. o'tkiz. o'tir, Voy qizim. O'tkiz, bu yoqqa o'tkiz. Keling. Men hozir tez yordam chaqirib kelaman. Hozir. Ishlaning. O'zingni bor. Nima bo'ldi ekan, oyijon? Birortasi chiqib bitta narsa demaydi-ya.